Radnoylarim, sizlar ham yozga menga o'xshab qorninglarni yo'g'otib, chiroyli bo'lib, basseynlarda, ko'chalarda, chet ellarda yurmoqchi bo'lsanglar, sport vitaminlar ichib, to'g'ri ovqatlanishinglar kerak. 3 ta kerakli narsani ko'rsataman, o'sha ozmoqchi bo'layotgan odamlarga aniq kerak bo'ladi. Birinchisi L-karnitin. L-karnitinlar juda ham ko'p, eng zo'ri bular dozirovkalari bor, 4000 ligi. Eng zo'ri 4000 lik dozirovkali. Bu qaranglar, ovqatlanishinglarni tartibga solib, kuchli ovqatlardan voz kechgan paytinglar energiyalar kamayadi, o'sha payt sizlarga energiya beradi, vitaminlar beradi, plus metabolizm, o'sha ozish jarayonini tezlashtirib beradi. Ikkinchi kerak bo'ladigan narsa izolat protein bo'ladi. Izolat protein, izolata yoki isod yozilgan bo'ladi. Bu nimaga kerak? Bu sizlar shirinlikdan, shakardan voz kechgan paytinglar o'sha shirinlikning jajdasini qoldirish uchun, plus muskul massasini kattartirish uchun kerak bo'ladi. Hamda uchinchi eng kerakli bo'ladigan narsa kreatin. Mana kreatinlarning qatori pulinglardan, xohishinglardan olib ichaverasizlar. Kreatinni ham ta'msizini olasizlar. Ta'mli kerak emas, ta'msiz. Kreatin nima qilib beradi desanglar, zaldan keyingi charchoqlarni yo'q qilib beradi. Qayta tiklanishni tezlashtirib beradi, plus muskul massasini kattartirishga yordam beradi. Radnoylar, mana shu aytayotgan sport vitaminalari bizning o'zimiz do'konimizda ham bor. O'zbekistonda boshqa sport vitamin do'konlarida ham bor. Xohlasanglar bizdan olinglar, xohlasanglar boshqa do'konlardan olinglar. Bizning do'konimizdan olsanglar, sizlarga bo'layotgan foydasi har doim biz mijozlarimizga sovg'a qo'shib beramiz. Bularni ichilish tartibini o'rgatamiz, ovqatlanish tartibini o'rgatamiz hamda zalda shug'ullanishni bilmayotgan mijozlarimizga shug'ullanish tartiblarini ham tayyorlab beramiz. Videoni semizgina, do'mboqqina ayol erkak tanishlarimizga jo'natib qo'yamiz. Videoga like bosish esingizdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.